bermanglar. Maksimal darajada eshikni ochgan olsa, mutkan tutinglar. Bizda yana shamol kuchayib ketdinglar. Shunday vaziyatlarda eshikni olib o'tib ketadi shamol. Ne ilişkan? Açılmadan beklenmeden. Açılmaydı. Ko'pchilik vaqtlarda buni eshikni olamiz, muammo qilib tashlaydilar. Shuni oddiy usulda professional darajada ishlab beramiz. Hiç muammosuz, xudo xohlasa ishni ijod qilaverdik. Hozir igrovka qilamiz, eshikni gapiga geçamiz. Sizga ko'rishni aytaman. Yine xudo xohlasa dütüldü eshik. Yine bir yan taraf chiqib turibdi. Girib turibdi, bir vakuumda chiqartirib beradi. Eshikka hech yerine hech qanday zarar qilmaydi, ibellar ham qirilmaydi. O'zini o'tib berdi xudo xohlasa. Ya'ni u gap bilan o'zimiz o'tib yarim eshikni ligrovka etdik. Esa xabardan bo'linglar, shunda shamol vaqtida eshikni ochib bermanglar. Maksimal darajada eshikni ochgan olsa, mutkan tutinglar buni. Shunday shunday ahvolga tushmaslik uchun mutkan tutib beklanglar. E'tibor uchun rahmat. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan zo'r videolar, bundan zo'r live hacklarni chiqaramiz. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling.